Uy sharoitida o'sha mashhur borodinskiy chorniy xlebni tayyorlab ko'rmoqchi bo'ldim. Ishoning, shunaqa ham mazali chiqar ekan. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, retseptni yaqiningizga ulashib qo'ying. Ishni oq unimiz ustiga rijinoy unimizni qo'shib, dro'ja va kashnich urug'i, tuzni qo'shib, qora non uchun solt rijinoy fermentirovaniyni qo'shamiz. Buni bozorlardan topsangiz bo'ladi. Aralashtiramiz massamizni va 300 ml suvga 2 osh qoshiq asalni qo'shib, shu massaga xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizni oshirishga olib qo'yamiz issiq joyga. Bir pasda oshib chiqadi. Men xamirni 2 bo'lakka bo'ldim. 2 xil shakl berdim. Birini dumaloq, birini shunaqangi to'rtburchak shakl va qolipimdan foydalandim. Yog'lab qolipni, xuddi shunaqa qolipni chorsulardan, bozordan topsangiz bo'ladi. Oshirishga ikkalasini ham olib qo'yamiz. Oshib chiqqandan so'ng ustiga tuxumni sarig'i va suv aralashib qorishmasi va kashnich urug'i. Ikkalasini ham 200 gradusda pishirib olamiz. Juda ham mazali bo'ladi qizlar. Albatta pishirib ko'ringlar uy sharoitida. Parhezbob va albatta uyda pishirganingizga hech narsa yetmaydi. Video uchun like bosib qo'ying va yaqinlaringizga yuboring.